Assalomu alaykum sizlar. Bugun sizlar bilan medovit tayyorlaymiz. Juda ham mazali iftorlikka. Birinchi bo'lib 6 ta tuxumni chaqib olamiz. Aralashtirib tayyor holatga keltirib qo'yamiz. Keyin asal solamiz. Gazda yoqib holatda asal solamiz. Asalimiz 300 gram. Yaxshilab aralashtiramiz. Soda solamiz. Soda solganingizdan keyin mana shunaqa ko'pirib ketadi birdaniga. Yaxshilab aralashtiramiz. Keyin 200 gram shakar solib olamiz. Shakar solganda ham yaxshilab aralashtirib turish kerak. To'q rangga kirgungacha yaxshilab aralashtiramiz. O'zinglarni xohlaganinglardek rangga kiradi. Mana shunaqa to'qilashadi. Endi o'zinglar xohlagan rangga kirgandan keyin gazni o'chirasizlar. Keyin margarin solasizlar. Margarin ham 250 gram. 250 gram margarinni yaxshilab aralashtirib olamiz. 1 piyola suv solib olamiz. 1 piyola 200 gram. Endi boya tayyorlab qo'ygan tuxumimizga mazani solib yaxshilab aralashtiramiz. Un solamiz 4-4,5 piyola 600-700 gram. Uni solamiz. Endi yaxshilab aralashtiramiz. Mana shunaqa quyuqlikda bo'lishi kerak. Undan so'ng bundan quyuq qavormaylar. 4 ta kosaga oldim. 4 ga bo'lib olamiz. Endi krem tayyorlaymiz. 3 qoshiq sut solib aralashtirib olamiz. Endi gazimizga qo'yib yaxshilab aralashtiramiz. Umuman aralashtirishni to'xtatmaylik. Qolgungacha aralashtiramiz. Qaynagandan keyin olasizlar. Mana chetlar уже qaynab qo'yilyapti. Mana shu quyuqlik bo'ladi. Endi 200 gram shidrli margarinni ishlatamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Moloko qo'yamiz. Kremimiz tayyor. Endi pishirib olgan ko'zlarimizga yaxshilab kremimizni surib olamiz. Propitga qilamiz. Har bitta ko'zimizga krem surishdan oldin. Shu tarzda davom ettirasizlar. Eng oxirgi ko'zimizni qo'yib olamiz. Endi hamma yog'iga kremimizni yaxshilab surib chiqamiz. Birinchi ustimizni boshiga tekisini qo'yishinglar ma'qulroq bo'ladi. Endi chetlardan ortib qolgan ko'zimizni ustiga sepamiz, mayda urg'olantirib.
ustini bezatishingizni xohishingizga ko'ra ustiga men kokos sepib chiqdim. Sizlarga yoqdi degan umiddaman.